Assalomu alaykum. Navbatdagi operatsiyamiz Qadricha tumanida o'tkazilyapti. Ya'ni bemor balandlikdan tushib ketgan. 3 kun oldin umurtqa pog'onasi asorati singan. 11-ko'krak umurtqasi. Ya'ni ikkala oyoq ham to'liq ishlamaydi. Orqa miya og'ir darajada lat yegan. Hozir bemorga transportga fiksator bilan mahkamlash, orqa miyani dekompressiya qilish, ya'ni suyak bo'laklarini tozalash va orqa miya reviziyasi o'tkazilyapti. Bu operatsiya juda murakkab operatsiya hisoblanadi. Ya'ni orqa miya to'liq jarohatlangan. Bu bemorlarni transportovka qilish o'zi bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun bunday bemorlarni joyida operatsiya qilish, tashkil qilish bu juda yaxshi. Bemorlar uchun yaxshi natijalar beradi. Hozir operatsiya jarayonini kuzatib boring. Orqa miya qay darajada jarohat olganini. Hammaga rahmat, e'tiboringiz uchun. Qadricha tumanidagi barcha shifokorlarga rahmat. Ya'ni mana shu operatsiyani tashkil qilgani uchun, ya'ni bemorga uzoq yo'lga transportovka qilmasdan joyida bajardik bu operatsiyani. Bu operatsiya shunisi